Assalomu alaykum, hurmatli Farg'ona Asbab obunachilari. Shahriston Eshak bozoridan gapiramiz. Inshaalloh bu tomonni bosib berdik, 90 metr joyda. Akalarimizga ma'qul kelib, bir ikkita akamiz buyog'ini ham qilib berdi. Sababchilarimiz bor, inshaalloh. Aka, assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Qora aka, assalomu alaykum. Hammalar haytayomlar. Aka, kelakka aytlasizlar. Rahmat. Akalar, Farg'onada asbablarimiz olib keldik. Tayinligi, sifati, jarayonlari sizlarga ma'qul keldimi aka? Akajon, Alloh rozi bo'lsin mehnatlaringizdan. Biz bunchalik chiqadi deb o'ylamadik. Mana bu tomonda o'zingiz bilasiz qilgan, bu yoqda qildik mana ulangan joyini. Bu tomonni ham havas qilib yana ulardik. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa o'zlaringiz pramo chiqaveradi. Aqabaqa qilib. Biz qilgan mehnatlaringga gap so'z yo'q. Mayinligiga ham hamma xursand. Bergan pulimizga ham million rahmat. Hamma yo'q, narxlariga ham gap so'z yo'q. Eko tomonga 1 tonnadan 2 tonna ehson qilib berdilar. O'z tog'am dades qilib berdi. Alloh rozi bo'lsin. Uning tomonlari ham zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Akamlar sababchi bo'lgan. Bu yerdan bu yog'ini qildik, bu yog'i qolgan joyda shu kelib ag'ini ham qilib bergin uka deb o'zlari chaqirib qilib berishdi. Akalar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor. Vodiy bo'ylab xizmatdamiz. 65 ming so'mdan 70 ming so'mgacha inshaalloh ishlar bitirib beramiz do'stlar. Rahmat katta.